aka go'shti mashina rahim joyidan bering. Uyga 20 yilga bitta qadrli mehmon kelgan. Voy gupisham kim u? Bitta qarindoshingiz butun umrga ko'chib kelyapti deyman. Aka sochingizni to'kirganmi nima bo'lo? Ha, men chuchini ko'rsam tepasi achib tikka bo'ladigan bo'lib qolgan. Mehmon peshidan qirib jiyma seni, qizg'anchiq. 2 kilo dumba ham qo'shib yuboring. Kengizlar qanaqa mevalar kerak? O, mevalar importnisidan bering kakras 20 yillik qadrli mehmonimiz bor. Oho, 20 yil odamlarda betam qolmayapti. Siqilmang, mehmonni hurmati 3 kun. 3 kundan keyin ko'chaga chiqarib haydab borasiz. Bitingiz sopol tovuqday, bu mayt urishingsiz, bejag'imisiz? Shuni mevangiz achchiq, gaplaringiz sassiq ekan, olmaymiz. Jon kuydirishga qaraganda toshni o'zini ruhidan kimdir kelyapti. Aka pista bodom zug'urlardan bering 20 yillik qadrli mehmon bor. 20 yil? Kelin 20 yil mehmonni xizmati qilib mazza qilar ekansiz endi. Ha, kuling, maymun o'ynatyapsiz, ha? Ha, aka yetib aytmang, bizni xotin odamimiz jaqmaydi. Shokoladni shvetsarskiydan beradi. O'zinikilarga shvetsarskiydan qo'yadi. Meni urug'im kelsa to'rtta qurtlagan turchiy bilan kuzatib boradi. Nimaga aynan chipsini olyapmiz? Chunki bunda atirgulda hidi keladi, narxi ham hamyon bo'lib, yosh bolalarga ham allergiya chaqirmaydi. Kirlarda ham yumshoqqina qilib yuvadi. Voy, dazmol qilishga ham qiynalmas ekanman-da. Importni. Hozir hamma ayollar shundan ishlatyapti. Kakras mehmonimizga ham Timson rosa yoqadi. Bilaman, Timson zo'r. Mehmon kutadigan meni peshonam sho'r. Davay endi zingillatib ochdiq. Dadajon! Tilla qizim. Voy, gupcham kuni bilan mehmon deb men davlana qildingiz. Qani shu qadrli mehmoningiz? O'sha qadrli mehmonimiz mana. Voy, nima mehmon bo'lar ekan? Bu o'zimizning qizimiz-ku. Bizni qizimiz. Lekin afsuski, buni o'z egasi bor. Kun kelib avaylab o'stirgan gulimizni, bizni bag'rimizdan, yuragimizni bir parchasini qo'shib yurib ketadi. Buni faqat qizi bor dadalargina tushunadi.